Ertaklar yaxshilikka yetaklar. Shirin. Shirin ismli shiringina qizcha bor ekan. U uylari yaqinidagi maktabga borar ekan. U maktabni judayam yaxshi ko'rar ekan. Biroq Shirinning bitta kamchiligi bor ekan. Ertalab vaqtli turishga qiynalar ekan. Maktabga bormaslik uchun turli bahonalar o'ylab topar ekan. Bir kuni ertalab onasining muloyim ovozidan uyg'onibdi. Nima qilib bo'lsa ham maktabga bormasligim kerak, deb o'ylabdi. O'ylab o'zini kasal qilib ko'rsatishga qaror qilibdi. Oyijonim mening kasal ekanimni ko'rib, maktabga yubormaydi. Men esa kuni bo'yi uxlayman, deb xayolidan o'tkazibdi. Qizining xonasidan chiqmaganini ko'rgan onasi uning oldiga kelib, "Qani Shirin qizim, uyg'on, o'qishga boradigan payting bo'ldi", debdi. Shirin esa, "Oyijon, men qattiq betobman. Qornim ham og'riyapti. O'qishga bora olmayman", debdi yig'lamsirab. Shirinning yolg'oniga chippa-chin ishongan onasi, "Bo'pti qizalog'im, bugun damingni ol, ertaga borasan", debdi. Shirin ko'rpani ustiga tortib, qiqir kulibdi. "Oyim gaplarimga ishondi", debdi sevinib. Bir payt uyquga ketibdi. Tushida bir ovoz, "Shoshilinglar, tezroq to'planinglar", deb baqirayotgan emish. Shirin qiziqib, ovoz kelayotgan tomonga yuguribdi. Qarasa, ovoz yuragidan kelayotgan ekan. "Axir bu mening yuragim-ku", debdi hayratlanib. Yurak, ko'z, yuz, burun, qo'l, og'iz hammasi bir joyga yig'ilib gaplashayotgan emish. Hayron bo'lib qolgan Shirin uning suhbatiga quloq solibdi. Avval ko'z tilga kiribdi. "Do'stlar, nima sababdan Shirin bizning ovozimizni eshitmayapti? Bugun onasiga kasalligini aytganida qovoqlarimni katta ochdim. To'xta, bunday deyish noto'g'ri", deb baqirdim. Ammo negadir ovozimni eshitmadi. "To'g'ri aytasan", gapga aralashibdi yuz. Shirin yolg'on gapirganida men uyalganimdan qizarib ketdim. Ammo u buni sezmadi. Men ham qizib, terlab ketdim. Meni ham tushunmadi, debdi qo'l. Yurak esa, "Do'stlar, barchamiz Shirinning yolg'onidan azob chekdik. Ishoninglar, men ham bunday paytda torayib, juda tez uraman. Yana sizning bezovtaligingizni ham sezib turdim. Menimcha Shiringa bir dars berib qo'yish kerak. Kelinglar, qisqa muddat vazifamizni sekinlashtirib turamiz". Shirin jon holatda baqiribdi. "Iltimos, to'xtanglar, men hazillashgan edim. Sizlarning bunchalik xafa bo'lishingizni bilmagan edim. Meni kechiringlar. Iltimos, kasal bo'lmanglar. Sizlarga so'z beraman. Endi hazil bo'lsa ham yolg'on gapirmayman". Shirin tana a'zolariga yalinib turganida uyg'onib ketibdi. Abbo burun terlab ketgan ekan. Tanasi terlab ketgan ekan. Onasining oldiga chopqillab boribdi. "Oyijon, bugun o'qishga bormaslik uchun sizga yolg'on gapirgan edim. Aslida kasal emasman", debdi. "Sizga so'z beraman, boshqa bunday qilmayman". So'ng onasini qattiq quchoqlabdi. "Oyijon, tezroq maktabga bora qolaylik", debdi hayajon bilan. Onasi Shirinni kechiribdi. Birgalikda maktabga yo'l olishibdi. O'sha kuni Shirin maktabda kunini maroqli o'tkazibdi. Ko'p narsa o'rganibdi. Xursand bo'lib uyiga qaytibdi. Kech kirib uyquga yotganida tanasini tinglabdi.